Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Buzg'umisizlar? Demak, darslarimizni davom ettiramiz. O'tgan safargi ikkita so'rovimiz bor edi. Demak, invoice tablitsasida bizada demak qancha demak xaridlar amalga oshirilgan, mana as total invoice count, ularni umumiy demak cheklarning umumiy summasi qancha, har biri chekka demak o'rtacha demak qiymati qancha, maksimalniy chek qancha bo'lgan va minimalniy chekimiz qancha bo'lgan deb umumiy invoice tablitsasidan olgandik. Bu demak bizada 412 ta demak xarid amalga oshirilgan. Umumiy demak cheklarimizni summasi $2328. Demak, o'rtacha har bitta chekimizning narxi 5,65 ekan va maksimalniy $25lik xarid bo'lgan, minimalniy $1 xarid bo'lgan ekan. Demak, endi xuddi shu so'rovimizni faqat filtr yordamida Amerika Qo'shma Shtatlaridan bo'lgan xaridorlarimiz qanchadan demak to'lov demak xarid qilishgan va qancha umumiy tushum bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi xaridorlarimiz orqali demak 91 ta bo'lgan ekan. Filtr yordamida demak Amerika Qo'shma Shtatlarini berganimizdan keyin $523 tushum bo'lgan 91 ta xariddan. Umumiy chekka demak o'rtacha demak chekimiz demak $5,74, maksimalniy chekimiz $23 ortiq va minimalniy chekimiz demak $1 atrofida bo'lgan ekan. Endi select deymiz. Hop, distinct billing country. Hop, bizada from invoices. Hop, shuncha davlatlardan demak bizada xarid bo'lgan ekan. Har bitta davlatdan demak bizada qancha demak savdo bo'lgan, qancha tushum bo'lgan, o'rtacha chekki narxi, demak maksimalniy xarid cheki, minimalniy xarid chekini aniqlash uchun demak bizada har bittasiga filtr berib chiqadigan bo'lsak, bu adashmasam bilmayman nechta davlat bo'ladigan bo'lsa, har bittasiga filtr berib chiqa olmaymiz. Word orqali demak filtr bera olmaymiz. Demak, hozir demak soni bizada 24 ta davlat ekan. Har bittasidan demak biza filtr orqali qila olmaymiz. Bunda bizaga yordamga keladigan demak group by degan buyrug'imiz bo'lar ekan. Xuddi demak yuqorida biz Amerika Qo'shma Shtatlarini keltirgan bo'lsak, 24 ta davlatga demak 24 xil so'rov yozib, demak 24 xil demak filtr qo'yib chiqmaymiz. World demak billing country teng USA, Germany, Norway, Belgium qilib alohida so'rov yozmaymiz, balkim bittada bizada demak agregatsiya funksiyalarimizni chiqazib berar ekan. Demak, so'rovimiz qanaqa bo'ladi? Xuddi shu demak oldingi so'rovimiz demak umumiy demak xaridlarning soni va ularning summasi, demak o'rtacha chekki narxi va maksimalniy minimalniy demak cheklarimiz va invoices degan tabletsamizdan jadvalni olamiz. Faqat endi demak bizada group by degan buyruq keladi va group by nima bo'yicha grupplash bo'lsa, demak billing country bo'ladi. Va nuqta virgul bilan bossak, demak bizada mana 24 ta davlatimizdan kelib chiqadi. Xo'p, biz endi buni qayerdan bilamiz, qaysi davlatdanligini? Xo'p, xuddi shu so'rovimizni qaytaramiz. Faqat bu yoqqa demak total invoice count mana bu jadvalimizdan oldin yozib chiqamiz. Demak billing country deb yozib chiqadigan bo'lsak, bizada jadvalimiz invoices va group by billing country mana. Demak, Argentinadan 7 ta demak bizada xarid bo'lgan va $37 tushum bo'lgan. O'rtacha chekimiz demak 5,37.
Avstraliyadan 7 ta, Braziliyadan 35 ta, Kanadadan 56 ta demak bizada xarid bo'lgan ekan. Eng ko'p xaridni demak qaysi davlat olgan deydigan bo'lsak, xuddi shu so'rovimizni demak order by orqali endi oldingi safar o'tganimiz from invoices group by billing country demak order by deymiz. Order by demak total invoice count. Eng ko'p xarid bo'lgan joyimiz demak total invoice count ekan. Total invoice count orqali demak descending orderda eng ko'p xarid bo'lgandan eng kam xarid bo'lganga qarab ketadi. Demak eng ko'pi demak bizada 91 ta, hozir yana davlatni yozmoqman. Demak invoices billing country order by eng ko'pi bizada demak mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan, undan so'ng Kanadadan va undan so'ng Fransiya, Braziliya bir xil miqdorda demak xarid bo'lgan, Germaniyadan va hokazo qilib davlatlarni ketma-ketligini demak kamayish tartibida demak xaridlarga nisbatan chiqazib berishdi bizaga. Xo'p, bu bizada group by degan buyrug'ida, uni men tushuntirish uchun demak jadval oldim. Bizada jadvalimiz esingizda bo'lsa customers degan jadvalimiz bor edi. 59 ta xaridorimiz bor edi. Va 59 ta xaridorimizni bu qanaqa qilib group by qanaqa qilib ishlaydi? Demak, bizada xo'p, Amerika Qo'shma Shtatlaridan demak bizada qancha xaridor bor? Demak, mana 59 tadan 13 ta demak xaridorimiz bor ekan. Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zida 13 ta xaridorimiz bor. Endi Argentinadan qancha xaridorimiz bor? Argentinada faqatgina bir dona xaridorimiz bor ekan. Demak, bu har bitta davlat bo'yicha demak mana gruppalashtirib berdi. Va bu gruppalashni demak mana men bu jadvalda qildim. Demak, Braziliyada 5 ta, Germaniyada demak 4 ta, Kanadada 8 ta va hokazo qilib gruppalashtirib beradi. Group by demak butun jadvaldagi demak ko'rsatgan kriteriyingiz bo'yicha, ko'rsatgan ustuningiz bo'yicha nechta xaridor borligi yoki qancha savdo bo'lganini gruppalashtirib beradigan buyruq ekan. Xo'p, endi buni hozir order by qildik, ya'ni umumiy savdolarni demak soni bo'yicha tartiblab chiqdik, teskari tartibda. Mana xuddi shuni demak mana hozir filtrlashda ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak descending order Z to A bo'ladi. Bu yerda demak customers xaridorlarni teskari demak kamayish tartibida ketgan davlatlar kesimi bo'yicha. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarida 13 ta bizada xaridor bor, Kanadada 8 ta xaridor bor, Braziliyada 5 ta xaridor bor. Men olgan tablitsamiz customers tablitsasi. Biza demak command line terminalda ko'rib chiqqanimiz bo'lsa, demak invoices degan tablitsa edi. Xo'p, bu bizada demak butun invoices tablitsasini oladi va Amerika Qo'shma Shtatlaridan 91 nechta demak xarid bo'lgan bo'lsa chiqazadi. Ularning umumiy summasi, o'rtacha chekki narxi, maksimal chekki narxi 0.99. Mana manba demak buyrug'imiz bor edi eng tepada. Mana har bitta davlat uchun o'zi gruppalashtirib chiqadi. Demak, davlat Amerika bo'lishi kerak. Davlati Kanada bo'lishi kerak, davlati Fransiya bo'lishi kerak deb gruppalashtirib chiqadi va o'sha filtrga mos tushgan demak xaridlarni demak agregatsiyalarini chiqarib beradi. Demak, mana umumiy soni, xaridlarning umumiy soni, umumiy summasi va o'rtacha qiymat, maksimalniy xarid cheki va minimalniy xarid cheklarini chiqazib beradi. Xo'p, bu yerda yana bitta o'tishimiz kerak bo'lgan narsa bizada. Xo'p, agar
Aytaylik. Billing country'ni yozaylik. Billing country yozamiz. Keling, birinchi tozalab olaylik. Birinchi tozalab olamiz. Xo'p. Va yozib chiqamiz. Qaytadan so'rov yozib chiqamiz. Bitta o'tishimiz kerak bo'lgan narsa, demak, select qilamiz. Customers tabelitsasini olamiz faqat hozir. Hop, customers tabelitsasimizda bizda demak qanaqa ustunlarimiz bor edi? Schema customers. Hop. Demak, birinchi davlatni olamiz va ismni olamiz. Hop. Demak, select country va bizda first name from customers deymiz va filtr ishlataylik va hop, bunaqa qilamiz. Customers tabelitsasini olamiz va bu yerda agregatsiya funksiyalarini count qilib, first name. Demak, barobar Amerika Qo'shma Shtatlari qilaylik. Chiqaz berdi. 13 ta demak xaridorlarimiz bor. Hop, bizda mana bu 13 ta Amerika Qo'shma Shtatlaridan xaridorimiz bor. Endi hop, Amerika Qo'shma Shtatlari va bizaga aytaylik Kanadadagi xaridorlarimiz kerak. Ikkalasini chiqazmoqchi bo'lsak, word filtr yordamida or deymiz. Demak, country barobar desak, ikkita alohida jadval chiqazmaydi. Ikkita alohida qator chiqazmaydi, uzr, umumiy yig'inisini aytib qo'ya qoladi. Bu yerda 20 bitta. Alohida qilib chiqazmadi. Group byda bo'lsa, hop, group by deymiz. Country qilsak, demak 8 13 qilib, demak alohida demak chiqazib berdi. Hop, demak country deymiz. Demak, Kanadadan 8 ta, Amerika Qo'shma Shtatlaridan 13 ta demak xaridorlarimiz bor.